Nimaga biz onamiz uchun, otamiz uchun kurashmaymiz? Aziyat chekkanlar yetadi. Onaga qaysingizlar ozor berganini eslab ko'ring, qaynina kun bermaganini eslab ko'ring onaga. Bechora qiynalib o'sha sandallarda, pechkalarda nimadir qilib, ro'zg'or alohida qilib bo'lsa ham katta qilganini bir eslab ko'ring. Qanday endi yurak sig'adi ularga qattiq gapirishga? Ko'tarib katta qilgan otaga, onaga men sizga yaxshilik qilyapman. Mana u riyo bilan qilayotgan yaxshiligimni qabul qiling deyish mumkin inson. Amal ham kerak-ku oxiratga. Ijtimoiy tarmoqqa havas qilavermaylik. Hokazolar qilayotgan yaxshilik ko'z-ko'z qilsa, "O" deb turib og'zimizda shalog'imizni oqizmaylik. Ularning ichkaridagi hayotini Alloh biladi. Ular bor budini shu hayotga sarflab yubordi. Nimaga? Shu ularning hayoti. Har xil olgan narsasini maqtanadigan, hali restoranda o'tirganini, hali mashina olganini, hali xotini eriga, eri xotiniga bergan sovg'asini maqtanadiganlar. Ularning hayotiga havas qilmang. Zerikib ketgan o'zi ham shunaqa yashashdan. Har kuni yangilik qilmasa bo'lmaydi. Chunki ularni quruvchilarning soni tushib ketadi. Mo'minchi oxirat uchun ishlaydi. Bo'ldi, oxiratga olaveradi hamma narsasini.